Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. O'zbekistonda yangi zot kirib keldi O'zbekistonga. Ya'ni dominant tovuqlari D853 Lamon Brown tovuqqa o'xshagani va yana D104 Adlerskiy zotga o'xshaganlari kelgan. Endi bu tovuqlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, tovuqlarimiz Chexiyada kashf qilingan tovuqlar bo'lib, dominant D853. Bu dominant D853 Lamon Brown tovuqlariga o'xshab ketadi. Endi ko'pchilik boqqan bo'lsa, boqqanlar biladi bu tovuqni. Bu tovuqlarimiz yiliga 290-310 tagacha tuxum beradi yiliga. Tuxum og'irligi 60-62 gram bo'ladi. Turli xil, misol har xil ob-havoda, har qanday sharoitga tez moslashuv tovuq hisoblanadi. Tovuqlarimiz vazni 2,5-3 kilogacha bo'ladi. Xo'rozlari 3 kilo, 3,5 kilogacha bo'ladi. Kuniga yemda 120-125 gramdan yem yeydi. Qizil tovuqlarimiz. Bundan tashqari yana Adlerskiyga o'xshagan zotimiz bor, dominant D104. Bu tovuqimiz yiliga 300-315 tacha tuxum beradi bir yilda. Tuxum og'irligi 58-60 gram bo'ladi. Bu ham har qanday sharoitga bemalol moslashadi. Tovuqlar 2 kilodan 2 kiloga 800 gramgacha bo'ladi. Xo'rozlari 2 kilo 800 gramdan 3 kilogacha bo'ladi. Bu ham kuniga 120-125 gramgacha tuxum yeydi. Misol jo'jaligidan toki asha tuxum berish vaqtigacha saqlanib qoladigan, o'zini chidamliligini qiladigan, saqlab turadigan 95-97% gacha patali bo'lmaydi hisoblanadi. Bu tovuqlarimizdan jo'jalarini olib kelganmiz, xudo xolasa. Mana shu mart oyining o'rtalariga jo'jalarimiz tayyor bo'ladi. Xohlovchilar kelib bemalol olishlari mumkin. Donaga ham, ob'yomga ham sotilaveradi. Buni jo'jalaridan hozircha 4000 dona tashlangan. 4000 ta probaga boqib ko'rilyapti. Narigindan 2000 ta, bundan 2000 ta, qizildan 2000 ta, Adlerskiyga o'xshagandan 2000 ta tashlangan. Xo'rozlari ham bor. Agar uy sharoitida boqaman deydigan akalarimizga ham bemalol berilaveradi. Aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Hozirdan endi jo'jadan 20 kunlik bo'lganda yana bitta video chiqaraman. Shunda uje zakaz olish boshlanadi. Agar misol ob'yomda men ko'proq olaman deydigan bo'lsalaring, zakaz berib qo'yinglar imkon qadar. Chunki bu O'zbekistonda misol Lamon Brownlar, Adlerskiylar hozir narxlari juda baland bo'lib ketganini hisobiga hozir talab juda ham yuqori. Lamon Brown ham ko'pchilik boqqanlar bo'lsa biladi. Lamon Brownlar ham juda ser tuxum tovuq bo'lgan. Endi afsuski O'zbekistonda chiqarilishi uni to'xtatilgan edi. Endi mana uni o'rnini bosuvchi misol qizil D835 zotlarimiz bor. Chexskiy ashlardan bersak bo'laveradi. Ashuni hisobiga ko'pchilik so'ragan. Aloqaga chiqaverasizlar, ekrandagi nomerga yozib qo'yaman. Nomerda bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Telegram, WhatsApplar bor. Qirg'iziston Respublikasi, O'zbekiston bo'ylab 10 dastavkalar qilib berilaveradi. Professional shofirlarimiz bor, olib borib berishadi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.